Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga mana bomba yangilik, X200larda vashcha yangilari kelgan. Xudo xolasa bularni hammasini obzor qilib beramiz. Endi bularni yuk ko'tarishga keladigan bo'lsak, 2 tonna 80 bo'ladi yuk ko'tarish bularniki. Narxiga keladigan bo'lsak, Bartovoy, Tentovka va furgoni bor bizda. Bartovoy narxi 248 million 640 ming so'm bo'ladi. Bu yerda Tentovkasi bor. Tentovkaning narxiga keladigan bo'lsak, Tentovkaniki 255 million 360 ming so'm bo'ladi. Ba'da furgonga keladigan bo'lsak, furgon sal qimmatroq, 275 million 520 ming so'm bo'ladi. Endi bularni qanaqa qilib olib chiqib ketsam bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Bularni xohlasanglar naqd to'lab olib chiqib ketsanglar bo'ladi, xohlasanglar avtokredit qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar lizing qilib beraveramiz agar firmalar bo'lsa, firmalar nomiga lizing qilib olib chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Boshlang'ich 25% to'lov bilan, ya'ni sizlarda 75 million 70 million atrofida pul bo'lsa, bemalol mashinani minib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bonusiga keladigan bo'lsak, endi masalan hamma qiziq bo'lishi mumkin, nima qo'shib berasizlar desanglar, hozircha polik qo'shib beryapmiz. Polik qilib beramiz, mabodo o'zgarib qolishi ham mumkin bu narsa. Agar video sizlarga foydali bo'lib turgan bo'lsa, bitta like qizartirib qo'yib, podpiska bosib qo'ysanglar, keyingi videolarni o'tkazib olmaysizlar. Bundan ham yaxshi obzorlar, bundan ham yaxshi nima desa bo'lasa, foydali kontentlar chiqadi, xudo xolasa. Ko'rsanglar bo'ladi, mana bizda shassi bor, samasval ham bor, favdan bular. Xohlasanglar bularni furgoni bor, refi bor, xohlaganinglardan topib beramiz. Xohlasanglar evakuator ham topib beramiz favdan. Hop, shassi narxiga keladigan bo'lsa, shassi 270 million so'm. Buni 30% ni to'lab boshlang'ich olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda samasvalimiz bor. Samasval narxi 499 million 100 ming so'm. Buni ham 30% boshlang'ich to'lovini to'lab olib chiqib ketsanglar bo'ladi bemalol. O'rtoqlar, sizlarga mashinani vashcha jinnisini topib qo'ydim. Buni qaranglar, nima deyapti? Faralarni qaranglar. LED light system, LED faralar bo'ladi hammasi. Hop, 3 xil rejimda yuradi. Sport, ekonom, normal rejimlari bor. Bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsa, 235 million so'm bo'ladi. Bu mashinamizdan hozirda salonimizda ikkita mavjud, lekin sizlarga qancha kerak bo'lsa topib beraveramiz. Bu yerda undan ham zo'ri bor, vashcha komforti. Bunisi Jack Jazz 6 bo'ladi. Bunun narxiga keladigan bo'lsa, akalar 300 million so'm bo'ladi hozirda. Bu ham xuddi unga o'xshab LED light system ushbu rejimda yuradi. Buni xolodilniklargacha bor ichida. Panoramik yuklari bor, 360 kameralari. Agar sizlarga elektromobil kerak bo'lsa, elektromobilimiz ham bor. Kia X3 Pro. Bu avtomobilning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 24 ming bo'ladi. Agar sizlar naqd to'laymiz desanglar, 5 ming skidka qilib beramiz, ya'ni 19 mingga tushadi sizlarga. Agar yo'q, rassrochkaga olaman desanglar, 50% ni to'lab turib, qolgan 50% ni 18 oyga bo'lib bersanglar bo'ladi. Agar sizlarga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, avtosalonimizga tashrif buyuring yoki mana shu quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bemalol sizlarga menejerlarimiz ma'lumot berishadi.